Hammaga salom bo'lsin, sizlar bilan Gans. Bugungi videomizda yana buldrop ochib ko'ramiz. Videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Biz unda videoni boshladik. Ho'pla, hamma qanday tekinga buldropni ochishni bilmayapti, qayerdan tekin kodlarni olishni bilmayapti, promo kodlarni. Buni biz sizlarga tekinga o'rgatamiz. Buning uchun bizning Telegram kanalimizga o'tib olasizlar. Buning uchun Ganspm deb bossangiz o'zi chiqib keladi. Yo bo'lmasa mana shu ekraningizda turgan nomni terasizlar yoki opsiyadan o'tsanglar bo'ladi. Bu yerda qadalib turgan post bor. Shunga bitta bosamiz. Undan keyin mana shu yerda silka chiqadi mana. Mana shu silka chiqadi. Shuni bitta ustiga bosamiz. Va bu yerdan biza boshlash tugmasini bosamiz. Bu yerdan bosganimizdan keyin bizga 3 ta xomiy chiqarib beradi. Men obuna bo'lganim uchun hozir chiqarib bermadi. Sizlar ularni qanday chiqarasizlar? Priglashit tugmasini bossalaring, sizlarga 3 ta xomiyni chiqarib beradi. O'sha xomiylarga birin-ketinlikda obuna bo'lsanglar, keyin sizlarga mana shu priglashit tugmasi chiqib keladi. Va bu yerdan biz mana bu silkani kopirovat qilib olamiz. Kopirovat qilganimizdan keyin odamlarga yuboramiz. Mana havolada nusxalash. Shuni qilganimizdan keyin odamlarga yuborganimizdan keyin bizga человек degan joyga odam qo'shilishni boshlaydi. Qo'shilishni boshlagandan keyin bizga ochko beradi. Ochkoni ishlash uchun Viva tugmasini bosasizlar va bu yerda o'yna chiqadi. Hozir sizlarga ko'rsataman. Mana bolalar, hozir Viva tugmasini bosamiz. Mana Viva tugmasini bosganimizdan keyin Viva case chiqadi. Viva case'ni bitta bossanglar bizga promo kod beradi. Bizda hozir promo kod Telegram botda qolmagan. Agar sizlarga chiqsa, men bu yerda bunaqa kod beradi. Hozir ko'rsataman. Xo'sh. Mana Viva tugmasini bosganlaringdan keyin mana bunaqa kod beradi mana. Mana shu kodni sizlar bemalol ishlatasizlar, kopirovat qilib olib va sizlarga ochkolarni ishlatib tekin yuzlarni olaverasizlar, tekinga buldrop ochasizlar. Xo'p, bo'lmasa sizlar videoni ko'rishda davom etishingiz mumkin. Bularni buldrop saytiga kirib buldropni biz hozir tekinga ochib ko'ramiz. Nima tushadi birinchi o'rinda bizga qora teshik deganimi mana shu. Bu yerda eng arzonini ko'ramiz. Qaysi nima ekan eng arzoni? 90 ikkitalik ekanda ko'pincha. O'ziga bittalik kerak, to'g'rimi? Hammasi ikkitalik ekanda bular. Bor-ku men bu desam, shundan ko'p ikkitalik ekan. Mo'lla bizga hozir mana shu yoki bu yoki bu yoki bu tushib bersa zo'r bo'lardi. Bismillahirrohmanirrohim. Ochdik, qani ketdi. Qayerga yo'l tushdi? 84 tushsa zo'r bo'lardi. 84. Xo'sh, bizga 84 tushsa zo'r bo'lardi desam 14 milli tushdi. Hozir buni biz ko'taramiz, qarab turinglar. Bola buldrop jinni bo'lib qopti. Hozir 2-2 qilib asta-asta ko'tarib boraman desam, shuni ham bermadi menga. Nima bunday bo'ldi? Buldrop kerakchi sal tompomida bor shekilli. Ha, bola, unda boshqasini ham ochib ko'ramiz. Mana bu yerda bor, nima tushadi bizga? Qanday narsa tushadi baribir. Foydasi yo'q. Aytdim-ku. Eng arzoni 0003. Yepat, omadda shunaqa ham qilsadimi? Xo'p, qarochi bola, sizlar bilan yana Gans bo'ldi, boshqa odam chiqmadi. Xo'p, bola, Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Telegram kanalda har kun kodlar, har narsa bo'ladi. Stream hammasi bo'ladi. Tak что obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlar bilan Gans bo'ldi. Xayr, salom.